Tarixchi, adib, shoir va peshqadam tarjimon ko'p asarlarni qoldirgan Qashqarlik olim Muhammad Qosim Amin Turkistoni 13 noyabr 93 yoshida olamdan o'tdi. Makka Mualla qabristonligiga dafn qilindi. Marhum 1930-yili Qashqarda tug'ilgan. Boshlang'ich tahsilini Qashqar olimlarida o'qigan. 1949-yili Makkaga hijrat qilgan. Faloh madrasasida o'qigan va haramdagi dars halqalarida uzun muddat ilm olgan. Bir muddat tijorat bilan shug'ullangan. Keyin Jidda radiosi Turkiston bo'limida ishlagan. El-Bilad va Ukaz gazetlarida yozuvchi bo'lgan. Bir umr Sharqi Turkiston ozodligi uchun tinimsiz kurash qilgan. Makkadagi Masfala mahallasiga joylashgan kutubxonasi do'st yoranlarning uchrashish makoni, adiblar, olimlar va ziyoratchilarning suhbat so'rini bo'lgan. Marhum olimimiz Qutadxubilik, Sharqi Turkiston tarixi, Hunlarning qisqacha tarixini va boshqa asarlarni arabchaga tarjim qilgan. 1500 ga yaqin Turkistonga aloqador olimlarning tarjimalini to'plab bir arabcha asar yozgan. Yana Sharqi Turkistonga toiflarga bo'lingan begliklar deb asar yozgan. Janobi Alloh olimimizning yotgan yerini jannat qilg'ay. İgilinicha Xitoyning Sharqi Turkistonga tasavvur qilg'usiz zulmlardan qochib chiqqan bir qozoq yosh Ukraina hukumati tomonidan Xitoyga o'tkazilib berish xavfiga duch kelgan. Sharqi Turkistonning G'ulji nahiyasi Jeliyuzi yesidan kelgan 23 yoshli qozoq yosh Arsin Erkin oldin qayda Sharqi Turkistondan qochib chiqib, Qozog'iston orqali Ukraina va Polshaga, ondan Germaniyaga berib siyosiy panohlik tilamoqchi bo'lgan. Kutilmagan yerdan u Ukrainada qo'lga ilinib, chegara soqchixonasiga ilib ketilgan. Amerika aralashgandan keyin Ukraina hukumati uni chegaradan qo'g'lamaslikka va'da bergan. Lekin Ukrainada tutib turilayotgan qozoq yosh qo'lga ilinib 4 kundan keyin sudga chiqarilgan va Xitoyga qaytarilish qarori chiqarilgan. İgilinicha Qozog'iston Otyurt kishilik huquq tashkilotining mas'uli Serikjon Ukraina doiralari bilan aloqalashib, Arsinning qaytarilsa hayotiy xavfga duch kelganligini hamda Ukraina hukumatining xalqaro jamiyatning bisimiga uchraydiganligini aytgan. Navbatda Arsin Erkin panohlik beradigan bir davlat tepish uchun xalqaro jamiyatning yordamini kutmoqda. Hong Kongdagi bir qism o'qituvchi parlament a'zolarining salohiyati elib tashlangandan keyin Angliya Xitoyning Londondagi bosh elchisi Liu Xiaomingni tashqi ishlar ministrligiga chaqirdi. Angliya tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan yozma bayonotda Xitoyning Hong Kong alayda ma'muriy rayonida parlament a'zosi bo'lish o'lchamiga tuzatish kirgizgandan keyin bir qism o'qituvchi parlament a'zolarining salohiyatining bekor qilinishining Xitoy Angliya birlashma xitobnomasiga xilof ekanligi o'tirg'a qo'yilgan. Xitoyning yaqinqi harakatlarining Hong Kongning oliy avtonomiyasi va o'rtaq bayonotdagi haq huquqlariga qilgan hujum ekanligi ta'kidlangan bayonotda Xitoyning xalqarodagi mas'uliyatlari ado qilishi kerakligi o'tirib qo'yildi. Amerikada 3 noyabr o'tkazilgan prezident saylami haqida talash-tortishlar davomlashayotgan bir paytda saylamda soxtalık borligini ilgari surayotgan prezident Trumpni qo'llaydigan kishilar poytaxt Washingtonda namoyish o'tkazdi. Sahar vaqtlardan boshlab shaharning nurg'un joylarida tang harakat boshlagan 100 minglagan Trump tarafdorlari Amerikani qaytadan buyuk qilayli shiori ostida namoyish o'tkazdi. Mashina atirti bilan namoyishchilar yig'ilgan erkinlik maydoniga kelgan Trump namoyishchilarga qo'l bilan rahmat etdi. Namoyishchilar bu yerda bayonot e'lon qilgandan keyin davlat majlisi qarab yo'l oldi. Amerika Oliy sud mahkamasining oldiga yig'ilgan boshqa bir turkum namoyishchi Trumpni qo'llab shior to'llab odil va mustaqil saylam o'tkazish chaqiriq qildi. yanvar Qirg'izistonda o'tkazilgan prezident saylamiga nomzod bo'lishni iltimos qilgan bosh ministr Kaparov xizmatidan iste'fo berdi. 10-ayning 5-kuni Qirg'iziston parlamentiga kirolmagan partiyalar tashkillagan namoyish zo'ravonlikqa aylangandan keyin qo'llovchilar tomonidan 6-oktyabr turmadan qo'yib berilgan Kaparov shu kuni vaqtliq ministr deb e'lon qilingan. Prezident Sooronbay xizmatidan iste'fo bergandan keyin parlamentning ishonch ovoziga erishgan Kaparov prezidentning huquqini vaqtliq ustiga olgan. Yana bir tarafdan 63 odam 10 yanvardagi saylamga nomzod bo'lish uchun iltimos sungan.